Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim, hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumot bilan murojaat qilyapmanki, agar ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, kelgusi oylarda moddiy jihatdan jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki aniq bir amaliy ko'rsatma. Aprelda siz bajarishingiz shart bo'lgan 5 ta narsa bor. Shularni bajarmaslik pulingizdan mahrum bo'lishingizga olib keladi. Bu har bir nafaqaxo'rga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi juda muhim. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari bizning mamlakatimizda nafaqaxo'rlar uchun ko'pgina imtiyozlar va to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshirilardi, yoki ularni olish uchun bir marta ariza topshirish kifoya edi. Ko'pincha ma'lumotlar bazalarida hamma narsa doimiy ravishda yangilanib turardi va sizdan qo'shimcha harakatlar talab qilinmas edi. Bu juda qulay edi, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun. Ammo hozir zamon o'zgardi. Raqamlashtirish jarayoni jadallashdi. Hukumat ijtimoiy yordamni aniqroq manzili va eng muhtojlarga yetkazish maqsadida tizimni qayta ko'rib chiqmoqda. Endi ba'zi nafaqalar va imtiyozlar uchun ma'lum vaqt oralig'ida sizning shaxsiy ishtirokingiz, ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz yoki hatto yangi arizalar taqdim etishingiz talab etiladi. Buning sababi juda oddiy. Davlat resurslarini tejash va ularni chinakam yordamga muhtojlarga yo'naltirishni xohlaydi. Shuningdek, ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligini ta'minlash ham asosiy maqsadlardan biridir. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir muddatga beriladi va ularni uzaytirish uchun qayta murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu o'zgarishlar haqida ko'pchilik xabardor emas, ayniqsa internetdan kam foydalanadiganlar. Natijada odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan puldan mahrum bo'lishadi. Faqatgina kerakli hujjatni topshirishni unutganlar yoki muddatni o'tkazib yuborganlar uchun. Ana shuning uchun ham men bugun sizga bu 5 ta muhim narsani tushuntirib beraman. Birinchi muhim narsa bu sizning kommunal to'lovlaringiz uchun beriladigan kompensatsiyalar va subsidiyalarni qayta ro'yxatdan o'tkazish. Bilasizki, ko'pgina nafaqaxo'rlar gaz, elektr energiyasi, suv va issiqlik uchun to'lovlarda imtiyozlarga ega. Bu imtiyozlar ayniqsa qishki isitish mavsumida juda katta yordam beradi. Avvallari bu subsidiyalar ko'pincha avtomatik ravishda uzaytirilardi yoki bir marta ariza berish kifoya edi. Ammo so'nggi paytlarda qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, ba'zi turdagi kompensatsiyalar uchun har yili yoki ma'lum bir muddatdan so'ng, masalan 6 oyda bir marta qayta ariza berish talab etiladi. Bu ayniqsa joriy yilda e'tiborga olinishi kerak, chunki ayrim hududlarda kommunal tariflar oshishi munosabati bilan davlat o'z subsidiyalarini manzilliroq taqdim etishga o'tdi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz o'tgan yil yoki joriy yil boshida kommunal xizmatlar uchun subsidiya olgan bo'lsangiz, lekin sizga uning muddati haqida aniq ma'lumot berilmagan bo'lsa yoki muddat tugashiga yaqinlashayotgan bo'lsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz hozirgina nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va birinchi marta subsidiya olishga ariza bergan bo'lsangiz va sizga uning muddati kelasi yilga qadar ekanligi aytilgan bo'lsa, siz hozircha xotirjam bo'lishingiz mumkin. Keling, bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7000 yoshli Oysha buvi o'tgan yilning may oyida uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya olishga ariza bergandi. Unga o'sha paytda subsidiyaning 1 yil muddatga berilgani aytilgandi. Demak, uning subsidiyasi shu may oyida tugaydi. Ammo hozirgi yangi qoidalar bo'yicha ba'zi subsidiyalar uchun muddat tugashidan 1 oy oldin qayta ariza berish yoki ma'lumotlarni yangilash talab etiladi. Agar Oysha bu aprel oyida harakat qilmasa, may oyidan boshlab u kommunal xizmatlar uchun to'liq hajmda to'lashga to'g'ri keladi. Bu esa uning nafaqasiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Yana bir misol. Qashqadaryo viloyatining qishloq joyida yashovchi 65 yoshli Murod aka qattiq yo'qilg'i, ko'mir yoki o'tin sotib olish uchun davlatdan moddiy yordam olardi. Bu yordam odatda kuz-qish mavsumiga berilardi. Ba'zi hollarda bu yordam olish uchun har yil bahorda ma'lumotlarni tasdiqlash talab qilinadi. Agar Murod aka aprelda tegishli idoraga borib, o'zining moddiy holati va yordamga ehtiyojini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirmasa, kelgusi kuz-qish mavsumida u ko'mir xarid qilish uchun budjetidan qo'shimcha mablag' sarflashiga to'g'ri keladi. Yana bir misol, ba'zi imtiyozlar, masalan, elektr energiyasi uchun belgilangan tarif chegarasidan oshib ketgan iste'molga nisbatan subsidiyalar har chorakda yangilanadi.
agar siz o'tgan chorada imtiyozdan foydalangan bo'lsangiz va aprelda bu imtiyozni tasdiqlamasangiz, keyingi oydan boshlab imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Bu esa sizning byudjetingizga tushadigan og'irlikni oshiradi. Ushbu turdagi harakatlar har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ehtiyojlariga va yashash sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi muhim narsa bu nafaqaning qayta hisob kitobini tekshirish yoki yangi indeksatsiyani kutib olish. Mamlakatimizda nafaqalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiya darajasiga qarab oshiriladi. Bu nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun juda muhim. Odatda bu indeksatsiya yiliga 1 yoki 2 marta amalga oshiriladi. Ba'zan davlat tomonidan qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lovlar ham joriy etilishi mumkin. Aprel oyi aynan shunday o'zgarishlar e'lon qilinadigan yoki kuchga kiradigan davr bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz o'z nafaqangiz miqdorini tekshirish va agar sizga ma'lum bir o'sish e'lon qilingan bo'lsa, u sizning hisobingizga tushganiga ishonch hosil qilish. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Asosan barcha nafaqaxo'rlar, chunki indeksatsiya hamma tegishli bo'ladi. Ammo ayniqsa sizning nafaqangiz miqdori bo'yicha dumaloq summadagi o'zgarishlar haqida eshitgan bo'lsangiz, lekin hisobingizda uni ko'rmayotgan bo'lsangiz, darhol tekshirishingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz nafaqa olishni yangi boshlagan bo'lsangiz va sizga aytilgan summa to'liq tushayotgan bo'lsa, sizda hozircha muammo yo'q. Misol uchun, Farg'ona viloyatida yashovchi 75 yoshli Ro'za momo telekanal orqali nafaqalarning embargoga oshirilishi haqida eshitdi. Bu oshirish aprel oyidan boshlab amalga oshirilishi kerak edi. Ro'za momo pensiya kartasiga tushgan pulni tekshirganda pul eski miqdorda tushganini ko'rdi. Agar u aprel oyida Naqufa jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilmasa, uning nafaqasi keyingi oylarda ham noto'g'ri hisoblab kelinishi mumkin. Chunki ba'zida tizimda uzilishlar, ma'lumotlarni yangilashda kechikishlar bo'ladi. Va o'z vaqtida murojaat qilish bu muammoni hal qiladi. Yana bir misol. 6 yoshli Temur aka harbiy nafaqaxo'r bo'lib, uning nafaqasiga har yili muayyan muddatda qo'shimcha to'lovlar qo'shiladi. Bu qo'shimcha to'lovlar masalan yillik xizmat muddatiga qarab belgilanadi va aprelda ularni hisoblash jadval yangilanishi mumkin. Agar Temur aka o'z hisobiga tushgan pulni tekshirmasa, u davlat tomonidan belgilangan qo'shimcha mablag'ni olmay qolishi mumkin. Ba'zida esa nafaqa turiga qarab qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlar joriy etiladi. Masalan, urush faxriylari yoki mehnat faxriylari uchun aprelda bu kabi yangi to'lovlar e'lon qilingan bo'lsa, siz o'z kategoriyangizga mos keluvchi to'lovlarni olish uchun hujjatlaringizni yangilashingiz kerak bo'ladi. Uchinchi muhim narsa bu yangi ijtimoiy yordam dasturlariga yoki maqsadli subsidiyalarga ariza berish imkoniyatlari. Hukumat har yili yoki ma'lum bir mavsumda, masalan, qishloq xo'jaligi ishlari boshlanishi arafasida yoki salomatlikni yaxshilash maqsadida nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalar uchun yangi ijtimoiy yordam dasturlarini joriy qiladi. Bu dasturlar orqali sizga bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat mahsulotlari uchun subsidiyalar, dori-darmon xarid qilish uchun kompensatsiyalar yoki hatto sanatoriy kurortga yo'llanmalar berilishi mumkin. Aprel oyi aynan shu kabi yangi dasturlarning e'lon qilinishi yoki ularga ariza qabul qilish boshlanadigan davr bo'lishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Barcha nafaqaxo'rlar, ayniqsa kam ta'minlangan deb tan olinganlar. Birinchi guruh nogironligi bo'lganlar, yakka yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning moddiy ahvolingiz yaxshi bo'lsa va siz davlatning qo'shimcha yordamiga muhtoj bo'lmasangiz, siz ushbu dasturlarga murojaat qilmasligingiz mumkin. Masalan, Sirdaryo viloyatining chekka qishlog'ida yashovchi 68 yoshli Nodira opa o'zining yagona qizi bilan birga yashaydi. Uning qiz nogironligi bor. Nodira opa har bahorda ekin ekish uchun moddiy yordam dasturlari borligini eshitgan, ammo bu yil unga kimdir aniq ma'lumot bermagan. Aprel oyida ekin ekish mavsumi boshlanishi munosabati bilan mahalliy hokimiyat yoki mahalla fuqarolar yig'inlari orqali moddiy yordam uchun arizalar qabul qilinishi mumkin. Agar Nodira opa bu imkoniyatdan foydalanmasa, u dalasida dehqonchilik qilish uchun urug' va o'g'it sotib olishga qiynaladi. Bu esa uning yozgi oziq-ovqat zaxiralariga ta'sir qiladi. Yana bir misol, Toshkent shahrida yashovchi 72 yoshli Abduvohid aka diabet kasalligi bilan og'riydi va unga muntazam ravishda dori-darmon kerak. Davlat tomonidan ba'zi kasalliklar bo'yicha dori-darmon xarid qilish uchun kompensatsiya berilishi mumkin. Aprel oyida bu dasturga qo'shilish yoki uni uzaytirish uchun
murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Agar Abduvohid aka ushbu imkoniyatni o'tkazib yuborsa, u dori-darmon uchun o'z nafaqasidan katta miqdorda pul sarflashga majbur bo'ladi. Yoki ba'zida nafaqaxo'rlar uchun yozgi mavsumda salomatlik markazlariga yoki sanatoriylarga yo'llanmalar beriladi. Bu yo'llanmalar uchun arizalar odatda bahorda qabul qilinadi. Agar siz sog'lig'ingizni tiklashni istasangiz, aprelda bu haqda mahalliy ijtimoiy ta'minot bo'limlaridan so'rab surishtirishingiz kerak. 4-chi muhim narsa bu soliq deklaratsiyalari yoki soliq imtiyozlarini tasdiqlash bilan bog'liq masalalar. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar soliqdan ozod qilingan deb hisoblaydi va bu to'g'ri. Biroq bu har doim ham shunday emas. Agar siz nafaqadan tashqari boshqa daromadga ega bo'lsangiz, masalan, ijaraga berilgan mulkdan daromad olsangiz, qandaydir faoliyat bilan shug'ullanib qo'shimcha pul topsangiz yoki aksiyadorlik jamiyatlarda aksiyangiz bo'lsa va dividend olsangiz, siz soliq deklaratsiyasini topshirishingiz shart bo'lishi mumkin. Aprel oyi. Jismoniy shaxslarning daromad solig'i deklaratsiyasini topshirishning oxirgi muddatlaridan biri bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi mulk soliqlaridan yoki yer soliqlaridan imtiyozlar olish uchun har yili tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab etilishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Nafaqadan tashqari boshqa daromad manbalariga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar, shuningdek, yirik ko'chmas mulkka egalik qiluvchilar. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Faqatgina nafaqadan daromad oladiganlar va mulk solig'idan to'liq ozod qilinganlar. Masalan, Buxoro shahrida yashovchi 62 yoshli Qodir aka 2 ta kvartiraga ega bo'lib, ulardan birini ijaraga bergan. Ijara daromadidan har yili soliq to'lashi shart. Agar Qodir aka aprel oyining oxiriga qadar o'z daromad deklaratsiyasini topshirmasa va soliqni to'lamasa, unga jarima qo'llanilishi mumkin. Bu esa uning moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoki tasavvur qiling, qishloq joyda yashovchi 78 yoshli Xolida buvi katta bog'i bor va bu bog' uchun yer solig'i to'laydi. U yer solig'idan imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin, ammo bu imtiyozni har yili tasdiqlash kerak. Agar u aprelda tegishli idoraga borib, o'zining nafaqaxo'r ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirmasa, unga to'liq miqdorda soliq hisoblanadi va bu uning nafaqasiga sezilarli ta'sir qiladi. Yoki ba'zi nafaqaxo'rlar tibbiy xizmatlar uchun to'lagan pullardan soliq chegirmasi olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu kabi chegirmalarni olish uchun ham aprel oyida tegishli hujjatlarni soliq idoralariga topshirish talab etiladi. Bu esa sizga yil davomida to'lagan pullaringizning ma'lum bir qismini qaytarib olish imkoniyatini beradi. 5-chi muhim narsa bu shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki tasdiqlash. Nafaqaning uzluksiz to'lanishini ta'minlash uchun sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lishi kerak. Bu manzilingiz, telefon raqamingiz, bank rekvizitlaringiz, oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar yoki hatto shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarning amal qilish muddati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan nafaqa jamg'armasi yoki banklar barcha nafaqaxo'rlardan ma'lum vaqt oralig'ida o'z ma'lumotlarini tasdiqlashni talab qiladi. Bu pul firibgarliklarining oldini olish va pulni noto'g'ri shaxsga o'tkazib yubormaslik uchun qilinadi. Agar siz aprelda bu talablarni bajarmasangiz, nafaqangizni to'lash vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Agar sizning manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, yoki sizga aynan shu haqida xat kelgan bo'lsa, kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa. Misol uchun, Namangan viloyatida yashovchi 40 yoshli Qurbonali bobo yaqinda uyini sotib boshqa tumanga ko'chib o'tgan. U nafaqa olish uchun yangi manzilni rasmiylashtirishi kerak edi, ammo buni hali qilmadi. Agar Qurbonali bobo aprel oyida o'zining yangi manzilni nafaqalar jamg'armasiga bildirmasa, uning nafaqasi eski manziliga yoki eski bank kartasiga o'tkazilishi mumkin. Bu esa pulni olishda jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi. Yoki 67 yoshli Saodat opa bank kartasining amal qilish muddati aprel oyida tugashini unutilgan. Bank yangi kartani chiqargan bo'lsa ham, agar Saodat opa o'z vaqtida bankka borib yangi kartani olmasa va Naqofa jamg'armasiga yangi rekvizitlarni taqdim etmasa, uning nafaqasi bank hisobiga tushmasdan qolishi mumkin. Ba'zan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki karta muddati ham tugashi mumkin. Agar sizning pasportingiz muddati aprelda tugasa va siz uni yangilamasangiz, bu ham nafaqa to'lovlarida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki ko'pgina davlat xizmatlari pasportingizning amal qilish muddatiga bog'liq.
Qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va ko'zdan panohda qoladigan narsalar. Yuqorida sanab o'tilgan har bir band bo'yicha ba'zi istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'lishi mumkin. Birinchidan, agar sizning nafaqangiz to'liq pochta orqali yetkazib berilayotgan bo'lsa va sizning manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash bo'yicha tashvishlar kamroq bo'lishi mumkin. Biroq pochta orqali pul o'tkazishda ham ba'zida identifikatsiya talab etiladi. Shuning uchun pasportingizning dolzarligini tekshirish doim muhim. Ikkinchidan, ba'zi hududlarda, ayniqsa chekka qishloq joylarda, mahalliy hokimiyat yoki mahalla faollari o'z tashabbusi bilan nafaqaxo'rlar uchun ma'lumotlarni yig'ish va ularni tegishli organlarga yetkazishda yordam berishi mumkin. Agar siz shunday joyda yashasangiz, mahallangizning mas'ul xodimlari bilan bog'lanib, ular sizga qanday yordam bera olishini so'rashingiz mumkin. Uchinchidan, ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatdan o'tgan shaxslar uchun ko'pgina ijtimoiy xizmatlar va nafaqalar avtomatik tarzda taqdim etilishi mumkin. Agar siz ushbu reyestrda bo'lsangiz, ko'pgina harakatlarni qilishingiz shart emas. Ammo bunga ishonch hosil qilish uchun siz bir marta yagona darcha markazlariga yoki ijtimoiy himoya idoralariga murojaat qilib, o'z holatingizni aniqlashtirishingizni maslahat beraman. To'rtinchidan, ba'zida nafaqaxo'rlarga pul o'tkazmalari kechikishi mumkin. Bu bank tizimidagi uzilishlar, texnik nosozliklar yoki bayram kunlariga to'g'ri kelishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pul kechiksa, darhol xavotirga tushmang. Bir necha kun kutib turing. Agar baribir tushmasa, bankka yoki nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling. Unutmang, har bir holat individualdir. Shuning uchun sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab aniqroq ma'lumot olishingiz lozim. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir nafaqa turi, masalan, yoshga doir nogironlik bo'yicha o'quvchisini yo'qotganlik uchun amal qiladi. Shu sababli siz o'z nafaqa turgingizni bilishingiz va unga qanday imtiyozlar tegishli ekanligini bilishingiz kerak. Yoki bir misol, ba'zi hududlarda suv ta'minotidan qarzdorligi bor nafaqaxo'rlarga subsidiyalar to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun avval barcha kommunal to'lovlardagi qarzlaringizni tekshirib, ularni to'lab qo'yish maqsadga muvofiqdir. Aks holda subsidiya olish uchun murojaat qilganingizda avval qarzingizni yopishingiz talab etilishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, aniq qadamlar. Har bir punkt bo'yicha qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak va nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Asla kommunal to'lovlar uchun subsidiyalarni qayta ro'yxatdan o'tkazish. Qayerga borish kerak? Mahallangizdagi mahalla fuqarolar yig'ini binosiga yoki yagona darsha markaziga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ba'zi joylarda Xalq bankining vakillari ham bu masalada yordam beradi. Qanday hujjatlar? Pasport, asnusxasi va nusxasi, nafaqa guvohnomasi. Oilangizning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma mahalladan olasiz. Oxirgi 3 oy uchun kommunal to'lov kvitansiyalari, qarz yo'qligini tasdiqlash uchun. Daromadingiz haqida ma'lumotnoma. Agar nafaqadan tashqari boshqa daromadingiz bo'lsa, bank hisob raqamingiz rekvizitlari pul o'tkazish uchun. Asl nima yozish kerak? Uy-joy kommunal xizmatlar uchun subsidiyani uzaytirish yoki yangidan olish sizga blanka berishadi. Uni to'ldirasiz. Arizada o'z ism-sharifingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va qaysi turdagi subsidiya uchun murojaat qilayotganingizni ko'rsatasiz. 2. Astosh nafaqaning qayta hisob kitobini tekshirish. Astosh qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki Xalq bankining nafaqa beruvchi bo'limiga yoki elektron xizmatlar portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali. Qanday hujjatlar? Pasport, nafaqa guvohnomasi, bank kartasi, agar nafaqa unga tushsa. Astosh nima yozish kerak? Nafaqa miqdorini aniqlashtirish va qayta hisoblash bo'yicha ma'lumot olish to'g'risida ariza yozasiz. Sizga nafaqa miqdori haqida ma'lumotnoma berishlari kerak. Agar miqdor kamaygan yoki oshmagan bo'lsa, sababini so'rang. 30. Yangi ijtimoiy yordam dasturlariga ariza berish. Qayerga borish kerak? Mahallangizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga, yagona darsha markazlariga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga. Ba'zida ushbu dasturlar bo'yicha ma'lumotlar veb saytlarida ham e'lon qilinadi. Qanday hujjatlar? Pasport, nafaqa guvohnomasi, oilangizning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma, daromadingiz haqida ma'lumotnoma. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik haqidagi hujjat. Yangi dasturning turiga qarab qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin.
Masalan, tibbiy ma'lumotnoma, oziq-ovqat yetishmovchiligi haqidagi ma'lumotnoma. Astroshki, nima yozish kerak? Moddiy yordam olish yoki sanatoriyga yo'llanma olish to'g'risida ariza. Arizada o'z holatingizni, nega yordamga muhtoj ekanligingizni qisqacha bayon qiling. 4. Soliq deklaratsiyalari yoki imtiyozlarni tasdiqlash. Soliq ispek qayerga borish kerak? Davlat soliq xizmatining elektron portali orqali yoki qanday hujjatlar? Pasport, daromad olganingizni tasdiqlovchi hujjatlar, ijara shartnomasi, dividendlar haqida ma'lumotnoma va boshqalar. Agar mulk soligidan imtiyoz talab qilinsa, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy xizmatlar uchun to'langan kvitansiyalar, soliq chegirmasi uchun. Nima yozish kerak? Jismoniy shaxsning yillik daromadlari to'g'risida deklaratsiyani to'ldirasiz yoki mulk soligidan imtiyoz berish yoki ko'tarish to'g'risida ariza yozasiz. 5. Shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki tasdiqlash. Qayerga borish kerak? Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'ini orqali propiska ma'lumotlarini yangilang, so'ngra pensiya jamg'armasiga xabar bering. Agar bank rekvizitlaringiz o'zgargan bo'lsa, bankka murojaat qilib, yangi kartani oling va pensiya jamg'armasiga xabar bering. Agar pasportingiz muddati tugagan bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qanday hujjatlar? Pasport yangi nusxasi yoki eski va yangi ma'lumotlar, nafaqa guvohnomasi. Manzil o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma, yangi bank kartasi yoki hisob raqami rekvizitlari. Nima yozish kerak? Shaxsiy ma'lumotlarimga o'zgartirish kiritish to'g'risida ariza. Sizning vaziyatingizga qarab aniqroq qilib, masalan, yangi bank rekvizitlarimni kiritishni so'rayman deb yozasiz. Azizlarim, esda tuting, davlat sizga berishi kerak bo'lgan pulni sizning o'zingizning faoliyatingizsiz hech kim berib yubormaydi. Bu o'zgarishlar sizning pulingizni himoya qilish uchun qilinmoqda. Shuning uchun yuqorida sanab o'tilgan har bir bandni diqqat bilan ko'rib chiqing va aprel oyida harakat qilishni unutmang. Agar siz o'z vaqtida harakat qilmasangiz, nafaqangizdagi pul miqdori kamayishi yoki umuman to'xtatib qo'yilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlar, aprel oyi siz uchun moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash uchun juda muhim davr. Kommunal subsidiyalarni qayta ro'yxatdan o'tkazish, nafaqangizning to'g'ri hisoblanganligini tekshirish, yangi ijtimoiy dasturlar imkoniyatlaridan foydalanish, soliq majburiyatlaringizni hal qilish va shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilab borish. Bularning hammasi sizning kelajakdagi moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu videodagi ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmang. Agarda sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa yoki sizga ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, videoning ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Unutmang, sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuningdek, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu video iloji boricha ko'proq nafaqaxo'rlarimizga yetib borishga yordam bering. Keyingi muhim videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.